Qadrli yurtdoshlar, 2026-yildan haydovchilikka oid yangi tartiblar joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-son qaroriga muvofiq 2026-yildan boshlab quyidagi yangiliklar amalga kiritiladi. 2026-yil 1-yanvardan moped va skuterlarni boshqarish uchun A1 toifasi joriy etiladi. Ushbu toifani olish uchun avtomaktablarda o'qish shart emas. Fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri imtihon topshirish huquqiga ega bo'lishadi. 2026-yil 1-fevraldan A va B toifali haydovchilik guvohnomasini olishda fuqarolar nazariy qismni mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Avtomaktabda o'qish ixtiyoriy bo'ladi. 2026-yil 1-apreldan esa yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari hisoblanadi. Bu yangilikni haydovchi aqllaringizga yuborib qo'ying.